Surxondaryo viloyatiga bo'lgan xizmat safarimiz davom etyapti. Hozir biz ayni damda Denov shahridamiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz hozirgi xizmat safarimiz davomida mana Denov shahriga yetib keldik. Denov shahrida mana e'tibor beradigan bo'lsak, Agrovet apteka, 3ta bir Agrovet aptekadamiz. Sunnatullo akaning aptekalari. Hozir ichkarida ma'lum bir dorilar masalalari bo'yicha maslahatlar berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir o'tgan kungi kommentariyalarga asoslangan holatda savollarga javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Ya'ni veterinariya dorixonalarida haqiqiy savdogar, ya'ni marketingni yaxshi tushunadigan savdogar turgani yaxshimi? Savdo rastasida yoki bo'lmasa veterinar mutaxassis turgani yaxshimi degan savol bor edi. Mana shunga biz kengroq javob berib o'tishga harakat qilamiz. Albatta veterinariya aptekalarida, ya'ni veterinariya dorixonalarida haqiqiy veterinar mutaxassis turgani afzal. Ya'ni bu birinchi o'rinda aholidagi chorvani salomatligi uchun ham hamda veterinariya aptekasini moliyaviy aylanma mablag'larini rivojlantirishda ham veterinar mutaxassis turgani albatta afzal. Sababi masalan savdo qilish uchun xaridor kirib kelgan mahalida u doim so'raydiki, kasallikni aytib, menga shu dorini bering deb so'raydi. Shunda agar haqiqiy veterinar mutaxassis tursa, u oldin hayvonni klinik holatini so'raydi, ya'ni undan anamnez ma'lumot so'raydi. Xaridor unga anamnez ma'lumot berganda veterinar mutaxassis differensial diagnoz, ya'ni solishtiruv diagnozini qo'yadi. Kerak bo'lgan dorilar, ya'ni xaridor so'ragan dorini emas, hayvon uchun kerak bo'lgan dorilarni aytadi, taklif qiladi hamda sotadi. Ya'ni bu nima? Masalan, oddiy bir tug'ruqdan keyingi holatlarda, ya'ni tug'ruqdan keyingi patologik holatlar bor. Misol uchun radilli parez. Shu paytlarda nimadan foydalanish kerak degan savollar bo'ladigan bo'lsa, masalan, agarki veterinar doktor, u yoqdagi hayvonni egasi, doktor hayvonni egasiga retsept yozib bersa qo'liga, hayvon bola tug'di, undan keyin parez bo'lib qoldi va bitta antibiotik yoki bitta isitma tushiruvchi dorini o'zini yozib bersa, xaridor kelib shuni so'raydi. Sotuv rastasida agar veterinar bo'lmagan oddiy savdogar bo'ladigan bo'lsa, u qo'shimcha dorilarni tavsiya qila olmaydi. Sababi bunga unda malaka yo'q. Shuning uchun veterinar tursa, xaridor molda holatini aytsa, klinik holatini unga nisbatan o'zi ham qo'shimcha masalan diagnoz qo'yib, unga tavsiya bera oladi. Misol uchun, radilli parezlarda, ya'ni tug'ruqdan keyingi shol kasalliklarida foydalaniladigan dorilar. Agar bachadon bilan bog'liq muammolar bo'lgan bo'lsa, unga utiriton qo'shimcha ravishda yuborish kerak bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi hamda antibiotiklardan, masalan, olaylik, amoksitsilin hamda Flunex preparatidan foydalanish kerak bo'ladi. Flunex preparati bu tarkibi fluenexin bo'lib, isitma tushiruvchi, og'riq qoldiruvchi. Amoksitsilin bu antibiotik hisoblanadi hamda kalsiy borglikonat. Bu tomir orqali yuborish kerak. Bu juda ham ayniqsa radilli parezlarda yaxshi ishlaydigan preparat hisoblanadi. Agarki veterinar mutaxassis unga faqat yo amoksitsilindi yoki bo'lmasa faqat Flunex yozib bergan bo'lsa, xaridor keladida, aptekachi ham agar oddiy savdogar bo'ladigan bo'lsa, so'ragan narsasini beradi. Qo'shimcha narsani bera olmaydi. Natijada masalan bitta amoksitsilin antibiotikni o'zi bilan mazkur kasallik bartaraf bo'lmaydi. Uning uchun, ya'ni kasallikni bartaraf bo'lishligi uchun to'la qiymatli sxema lecheniya kerak bo'ladi hamda uni kunlariga amal qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun veterinariya aptekalarida doim professional ravishda veterinar mutaxassislar turgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bitta narsani alohida e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Gijjasizlantirishda, ya'ni hayvonlarni ichki parazitlarga qarshi kurashishda, masalan, veterinar mutaxassis yozib bersa xaridorning qo'liga yoki bo'lmasa oddiy xo'jaliklarda odamlarning ongiga singan doimiy ravishda 4 oyda yoki 5 oyda o'zlari muntazam ravishda veterinariya aptekalaridan oddiy qaymoq dorilarni, ya'ni o'sha suspenziya suyuq dorilarni yoki tabletkalarni yoki bo'lmasa inyeksiyon vositalarni o'zlari muntazam ravishda berib yuradi. Lekin masalan qaymoq dorilarni, ya'ni o'sha suspenziya dorilarni ko'p ichirish natijasida yoki undan keyingi talablarga amal qilmagan holatlarda hayvonlarda ich o'tishlar yuzaga keladi.
Buni asosiy sababi organizmda vitamin B kompleksiga bo'lgan ehtiyojni oshib ketishi. Ya'ni suspenziya dorilar, suyuq dorilar yoki tabletka ko'rinishidagi dorilar bular organizmdagi parazitlarga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ularni zaharlaydi hamda organizmdan tashqariga chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Lekin shuni biz unutmasligimiz kerak, bular o'z navbatida hazm uchun foydali bifidum bakteriyalarga ham, ya'ni B kompleksni sintezlovchi faol bakteriyalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni hisobidan ich o'tish holatlari yuzaga keladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun doimo veterinariya aptekalarida o'sha gijjasizlantirishda ishlatiladigan dori vositalarini bergandan keyin har doim vitamin B kompleksiga ega bo'lgan, ya'ni tarkibida butafosfan saqlovchi vitaminlardan, ayniqsa butafan, fosbivit kabi vitamin B guruhli vitaminlardan tavsiya qilish kerak hamda berish kerak. Chunki vitamin B komplekslilar bular faqat oshqozon ichak hazm sistemada sintezlanuvchi vitaminlar. Mazkur ishlar amalga oshirilganda, ya'ni gijjasizlantirish ishlari amalga oshirilganda har doim B ga bo'lgan ehtiyoj oshib ketadi. Shuni sababidan organizmda ich o'tish holatlari yoki mazkur tadbirlar amalga oshirilgandan keyin hayvonlarning keskin ozib ketish holatlari kuzatiladi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizni kuzatishda davom eting. Agar sizlarda yana qandaydir bir savollar, ya'ni chorvachilikni rivojlantirish, ularga dori-darmon masalalari bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyalarda bemalol fikrlaringiz yoki savollaringizni yozib qoldiring. Biz albatta javob beramiz. Biz sizga har doim eng yaxshi, eng sifatli sinamiz. Salomat bo'ling.